Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz samarqandliklar. Bizda yangi obyekt chiqdi. Samarqand shahar qoq markazida. Mana bu obyektimiz uglovoy bo'lyapti. Bu yerdan mana nimagacha. Mana bu katta zdaniyagacha. Bu yerda где-то 70 kvadrat, havlichasi bilan 1,5 sotiq bo'lyapti. Adresini tushuntirib o'taman. Mana bu ko'chamiz Shaumyana ko'chasi. Bu ko'cha bivshiy sovetskiy, hozirgi Abdurahmon Jomiy bo'lgan. Mana bu hammom, Frunze ko'chasi. Bu esa yoshlar markazi. Shaharni juda zo'r bomba degan joyga bomba deydilar-ku, eng yaxshi qoq markazi. Kimda kim biznes uchun, ofis yoki butik, magazin nimadir qilmoqchi bo'lsa, marhamat telefonga chiqasizlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, startoviy narx 135 ming dollar bo'lyapti. Yaxshigina kelishtirib beriladi. Pastda nomer qoldiramiz, telefon qilinglar. Faqat srochniy sotilyapti, pul zarur. Marhamat.